Assalomu alaykum, qadrli Bahor ayyomi YouTube kanalini aziz muxlislari, obunachilari. Bugun ushbu kanal sahifasida bir she'rimizni o'qilgan holatdagi ikki misrasi e'lon qilindi. Bu she'r men dunyoga hammaga yoqqani kelganim yo'q deb nomlanadi. Shu she'r haqida ozgina bir tushuntirish berib o'tmoqchi edim. Bu she'rning tug'ilishida shu Bahor ayyomi kanalining administratori menga qadrdon aka, Bahodir aka, endi Bahodir yapon deymiz. Akamiz bilan birga gaplashib turganda shu mavzu tug'ilgan. Shunaqa she'r yozsak bo'lar ekan. Chunki dunyoda hammaga birday yoqish mumkin emas-da degan bir ibora bo'lgandi oramizda. Shundan keyin shu she'rni yozishga jazm qildim. Bunga ham menimcha ancha vaqt o'tdi. Nihoyat Bahodir akam kelamiz o'sha o'ylagan, orzu qilgan o'sha she'rimiz dunyoga keldi. Qo'limizdan kelganicha yozdik. Shuni ikki misrasini hozir akam joylabdilar kanalga. Buning uchun juda ham xursandman, rahmat aytaman. Bu she'rga qo'shiq qilinyapti. Xudo xolasa bir yaxshi bir san'atkor ustozimiz tomonidan. Xudo xolasa yaqin kunlarda shu qo'shiqni o'zini ham eshitib qolishlaring ehtimoli bor. Biz shunga harakat qilamiz. Demak, o'sha gap men dunyoga hammaga yoqqani kelganim yo'q. Hamisha hammaga yoqimli bo'laylik. Hech kimga yomonlik qilishdan naf yo'q, foyda yo'q. Iloji boricha duoda bo'laylik, duo olaylik. Sog' bo'ling. Bahodir aka, yapon akam, sizga ham omad tilayman. Ilohim sog' salomat bo'ling. Farg'onadan ukangiz shoir Bahrom Ismoil. Hammaga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.